Aziz o'quvchilarim, hozir sizlar bilan biz juda ham qiziq o'yin o'ynaymiz. O'yinimiz nomi zukko so'zdonlar deb nomlanadi. Ya'ni bu o'yinda siz tez fikrlab to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Qoida ikki guruhga bo'lindik. To'g'rimi? Endi men sizga savol beraman, javoblar esa S harfi bilan boshlanishi shart. Shartim tushunarlimi? U holda barchangizga ikkala guruhga ham omad tilayman. Savolni diqqat bilan tinglang. Tabiatdagi tiniq ichish mumkin bo'lgan suyuqlik. Suv. Barakalla, Gulyoraxon to'g'ri topdi. Otabek Qobil Sher, sizga savol. Ko'chada harakatni tartibga soladigan belgi. Sal. Menda. Qani. Svetofor. Barakalla. Qish faslida havo qanday bo'ladi? Sovuq. Oila a'zosi aka-ukalarga nisbatan qiz bola kim bo'ladi? Singil. Xo'p, barakalla. Muhammad Sodiq Rustamdek tayyormisiz? U holda boshladik. Narsalarni hisoblash jarayoni nima deb ataladi? Narsalarni hisoblash jarayoni nima deb ataladi? Afsuski, ikkala jamoa ham topolmadi. Maktabda o'quvchilar o'qiydigan joy nomi nima? Sinf. Sinf, barakalla. Quyoshning rus tilida atalishi? So'zga. Barakalla. Tabiatda toza havoda yurish nima deb ataladi? Sayr. Barakalla, zangar. Kalsiyga boy bo'lgan ichimlik turi. Suv. Yo'q. Sazmi. Yo'q, ichimlik turi. Barakalla, sabzavot nomi. Sabzi. Barakalla, qish faslida yog'adigan oq narsa nomi. Qani. Snake. Barakalla. Aziz o'quvchilarim, hozir sizlar bilan biz juda ham qiziq o'yin o'ynaymiz. O'yinimiz nomi zukko so'zdonlar deb nomlanadi. Ya'ni bu o'yinda siz tez fikrlab to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Qoida ikki guruhga bo'lindik. To'g'rimi? Endi men sizga savol beraman, javoblar esa S harfi bilan boshlanishi shart. Shartim tushunarlimi? U holda barchangizga ikkala guruhga ham omad tilayman. Savolni diqqat bilan tinglang. Tabiatdagi tiniq ichish mumkin bo'lgan suyuqlik. Suv. Barakalla, Gulyoraxon to'g'ri topdi. Otabek Qobil Sher, sizga savol. Ko'chada harakatni tartibga soladigan belgi. Sal. Menda. Qani. Svetofor. Barakalla. Qish faslida havo qanday bo'ladi? Sovuq. Oila a'zosi aka-ukalarga nisbatan qiz bola kim bo'ladi? Singil. Xo'p, barakalla. Muhammad Sodiq Rustamdek tayyormisiz? U holda boshladik. Narsalarni hisoblash jarayoni nima deb ataladi? Narsalarni hisoblash jarayoni nima deb ataladi? Afsuski, ikkala jamoa ham topolmadi. Maktabda o'quvchilar o'qiydigan joy nomi nima? Sinf, barakalla. Quyoshning rus tilida atalishi? So'zga. Barakalla. Tabiatda